to'ylarga ozgina qolganda va to'y kuninglar sizlarniyam asabiylarni buzishgan. Men doimo tekis ko'ylak kiyishni xohlardim. Lekin menga nima deyishgan? To'ying bir marta bo'ladi. Kelin pishni kiyish kerak, toshli kiyish kerak, vijir-vijir bo'lishi kerak deyishgan. To'ydan bir kun oldin men primerkaga boryapman va bitta klient kiryapti-da svadebniy salonga. Menga bundoq boshdan oyoq qarab, "Nima bu ko'ylak?" dedilar. Ensalarini shundoq qotirib tashlab, tavba qildim. Orzu havasi yo'q qiz ekanda, shuyam ko'ynakmi deganlar. Uyat! Qulog'ingda zirak yo'qmi? Mani qulog'im teshilmagan. Va birinchi gapi hammani, kelin bo'lasan, ochilmaysan to'y kuni. Zresiz невозможно, zreda qish kerak degan. Qoshingni termadingmi? Sitora nima qilib o'tiribsan? Qoshingni terishing kerak. Salonda bo'lganingda ochilmaysan, qoshingni unaqa chiroyli qilib bo'yolmaydi, xunuk bo'lib qolasan. Voy, yuzingni ham termabsan, mayli, yana o'zing bilasan. Shuncha gapni gapirib, o'zing bilasan deyshadi. Sizlarning to'ylar qanaqa o'tgan? Fikringlarni yozib qoldiringlar. Rahmat.